o'shanda Rasul akram alayhissalatu vassalom 2 qavat sovut kiyganlar. Nega 2 qavat kiyganlar desa, o'zi sovut odatda o'qni to'sish uchun kiyiladi. Temirdan to'qilgan kiyim bo'ladi. Nayza kelib tegsa tanaga sal sanchiladi, lekin insonga zarar yetkazmaydi, halok qilmaydi. Ana shu sovutni 2 qavat kiyganlari Rasul akram alayhissalatu vassalomning odamlarga ehtiyot chorasini ko'rishga e'tibor berish qanchalar muhimligini o'rgatish bo'lgan. Yana odamlarga tavakkul bu shundoq to'shni ochib chiqish emas bu. Tavakkul beparvolik emas. Tavakkul bu chorani ko'rib keyin Allohga suyanish ekanini uqtirish bo'lgan. Tavakkul qiladiganlarning peshvosi Alloh subhanahu va taolo tomonidan dinni yetkazgunlaricha Allohning himoyasida ekanlari kafolatlangan zot. 2 qavat sovut kiyib chiqyaptilarmi? Boshqalar shundan o'zi xulosa qilaversin. Ya'ni jang bu moddiy olamning ishimi? Moddiy qoidalar, sabablar joriy qilinishi kerak. Bugungi kunda musulmonlar mana shu haqiqatdan juda ham uzoqlashgan. Moddiy olamning ishi moddiy sabablar bilan bino bo'ladi. Allohning qonuniyati shu. Duo qilib o'tirishni o'zi bilan rivojlanib taraqqiyotga erishilmaydi. Biz endi Allohga suyanganmiz, Alloh o'zi beraveradi deyish bilan qorin to'ymaydi. Ish bitmaydi. Balki mehnat kerak, harakat kerak. Badrda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning nusrati uchun, yordami uchun farishtalar tushgan. Farishtalar tushib kofirlar bilan jang qilgan. Rasul akram alayhisolatu vassalom yana duo qilib, Parvardigor farishtalar tushib yana jang qilib, o'shalar jang qilib bersin desalar bo'lmasmidi? Yo'q. Hayot unday emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom oddiy inson sifatida dinni qoyim qilganlar. Din Rasul akram alayhisolatu vassalomdan keyin ham davom etishi kerak. U payg'ambar ilohiy quvvat bilan ham eshitib bajarib qo'ysa, keyingilarda u quvvat yo'q, u din ishlamaydi u din keyin. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vassalom dinni yetkazishda, jamiyatning taraqqiyoti yo'lida, musulmonlarning ravnaqi yo'lida oddiy inson sifatida faoliyat olib borganlar. Mana shu haqiqatni uqtirish uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 2 qavat sovut kiyyaptilar. Ya'ni ehtiyot chorani ko'rish kerak va bu tavakkulga zid emas. Tavakkul qalbning ishi. Zirh taqish, boshqa sabablarni joriy qilish u tananing ishi. Qalbning ishi boshqa, tananing ishi boshqa. Tana kerakli chorani ko'radi, qalb Allohga suyanadi. Musulmonning boshqadan farqi shu xolos. Jangga chiqadimi, boshqa qiladimi, nima qilsa ham tirikchilik qiladimi? Musulmon bilan g'ayridinning orasida nima farq bor? Sababiyat olamining ishlarini qilishda hech qanday farq yo'q. Hamma kim nima qilsa, boshqa inson nima qilsa, musulmon ham shu ishni qiladi. Qilish kerak. Lekin illo qalbida moddiy narsaga suyanmaydi. Shu zirhgina saqlaydi. Zirh bo'lmasa men o'lmayman demaydi. Bu sabab bo'ladi. Inshaalloh Alloh mana shuni vositasida meni saqlaydi. Harakat qilaman. Inshaalloh o'shaning natijasida Alloh menga halol rizq beradi. Ilm o'qiyman, shuni orqasidan Alloh yurtimizga, o'zimizga taraqqiyot beradi. Mehnat qilaman, inshaalloh samarasini farzandim ko'radi. Lekin uni Alloh beradi. Harakat mendan, barakot undan degan e'tiqod musulmon kishining boshqalardan farqlovchi xislati hisoblanadi. Tavakkul deganda Rasul akram alayhisolatu vassalom aytganlar: "Ya Rasululloh, biz tuyani bog'lab keyin tavakkul qilib Allohga topshiraylikmi yoki shu bo'yi arqonni yerga tashab turib Allohga topshiraylikmi?" deganlarda, deyishganda Rasul akram alayhisalom oldin bog'la keyin tavakkul qil deganlar. Allohga topshiryapmiz deb mashinani ochib qo'yib kirib ketavermaydi. Quflab keyin tavakkul qiladi. Quflaganda qulfga suyanmaydi. Allohning irodasi bilangina bu ishlaydi, saqlaydi deb demak e'tiqod qilinadi.